Kir ichga. Assalomu alaykum. Qaysi modda? 97. Mehmonni yaxshi kutib olish kerak ekanda. Bizda bunaqalarni Men qilmaganman bu narsani, aka. U podstava bo'lgan narsa. gapim bo'lishini qara. Buni boshqatdan tarbiyalash kerak shekilli. Qudrat. Nima tushuntirib beraman? Men qilmaganman bu narsani. Men qilmaganman bu narsani. Ha? Men qilmaganman, aka. Yo'q. İkinci etaş. Endi gap bundoq. Ilgari kim bo'lgansan, menga farqi yo'q. Endi sen petuqsan. Men смотрящийman. Qudrat nadзирателем bo'ladi. Menimcha tushunding. Endi yangi ishingga o'rganishing to'g'ri keladi. Parashani ko'ryapsanmi? O'shanga boshing bilan javob berasan. Men qilmayman bu narsani. Meni dushmanim o'zimman o'zim al deydigan. Nima qilasan shoshma, dam olib qol deydigan. Ertaga vaqtli turasan, ertaga ulgurasan. Ertaga hammasi zo'r deb meni al deydigan. Meni dushmanim o'zimman o'zim al deydigan. Sabab top beradigan, boshqalar aybdor deydigan. Ayblarimni ko'rsatmay boshqalarni yomonlaydigan. Meni dushmanim o'zimni ichimda yegan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Adashmasam Sanjar edingiz-a? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ting. Adashmadingiz, Timur aka. Nima bu? Bu Bahrom Baxtiyorov ishi bo'yicha dalillar. Masalan, Bahrom Baxtiyorovich prezervativ korobkasida qoldirgan barmoq izlari. Yirtilgan joyini ko'ryapsizmi? Barmoq izlari esa teskari joyda joylashgan. Nelogichni. Mana bu esa Bahromning qo'lini tilanganining liniyasi. Mana bu marhum ayolning tirnog'ining tagidan olingan teri qoldiqlarining ekspertiza xulosasi. DNK miqdori tilib olingan teri miqdoriga to'g'ri kelmayapti. Mana bu sohil bo'yidagi kafening kamerasidan olingan video tasvir. Mana bu esa Bahromning mimikricheskiy analizi. Bahrom kirishda ham chiqishda ham mimikasi bir xil bo'lgan. Demak, bu esa To'xtang. Nima demoqchisiz? mana bu narsalar Bahromning aybsizligini tasdiqlaydi.
Siz esa aka aybsiz bolani hayotini sindirganingiz uchun hali javob berasiz. Endi mana eshiting. Qotillik sodir bo'lgan joyda Bahrom Baxtiyorovichning kvartirasida hamda o'zida topilgan ashyoviy dalillar hammasi unga qarshi. Tushuntiribman. Siz uning do'stisiz. Harakat qilyapsiz. Lekin uni aybi isbotlangan. Men hech narsa qila olmayman. Tushunyapsizmi? Gapingiz tugagan bo'lsa, ishim ko'p hali. Shu ishni olib borayotgan tergovchi sifatida ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shsangiz Bahrom ishi apellyatsiya sudiga oshishi mumkin. Sobiq kollegangizni iltimosini yerda qoldirmassiz. Normalniy odamsiz-ku. Mana shu dalillar bilan yaxshilab tanishib chiqing iltimos. Senga nima? Problemalik kerakmi? Proyektiga mana qilib beradiganman. Tarqal! Xatga qarayapsan. Men kimga gapiryapman? Cho'ppi qarashing menga yoqmayapti. To'g'rilaymiz. Hazırlagan modda emas. To'g'rimi jo'ja xo'rozi? Tanishib qo'y, bular dum bilan g'ijim. Men oldin ham aytganman. Bu ish qilmaganman. Hamma shunaqa deydi. Lekin sen xavotir ol. Bugun bor yo'g'i sizlar tanishib oldinglar. Men aybdor emasman. Aybdor emasman. Aytolman, bugun shunchaki prosta shundoq tanishdik biz. Ikkinchi uchrashuvlarda men bularga urushga, tepishga ruxsat beraman. Tanishganimizdan xursandmiz. Bahrom, tinchlan. Hammasini Suka! bu anom stasionarda. Sen bilasan, men qilmaganman bularni. Ishonaman. Mana eshit. Ishingni apellyatsiyaga berganmiz. Ozgina chidab turishing kerak. Hech narsaga aralashma. Hech kim bilan gaplashma. Hech kimga gap qaytarma. Eng asosiysi hech kimni sotma. Bizada stukachlarni yoqtirishmaydi.
Sen bilan alohida gaplashamiz. Shundaymi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Sur. Qani. Ovqat bor bo'lmasin. Ikki marta aytish kerak. Men bu ishni qilmaganman. Podstava qilishganman. Bu yerda hech kim aybi yo'q. Men ham otamni urmaganman. O'zi zinadan yiqilib tushgan. Lekin bu gapimga kim ham ishonardi? To'g'rimi? Ha? Petitsiya yig'yapti-da. O'rtog'imizni nohaq qamab qo'yishdi-da o'shanga. Apellyatsiyasi cho'zilib ketdi. Agar imkoni bo'lsa, Kelli ovoz yig'sa, ish sudda tezroq. agar befarq bo'lmasangiz. Qoch. Lejab qo'yaymi yuzingni? Voy, nima bo'lyapti? Komandir. Abi yugurishni bilmas ekan-u. Ma'mul ko'rib chiqing. Aybsiz bolani tiqib yuboryapsizlar. Oz qoldi. Nohaq qamab qo'yishdi. Bahrom Karimov o'zi shifokor, yuzlab insonni qutqarib qolgan, hech qachon hech kimga yomonlik qilmagan. Iltimos sizlardan menga yordam berishingizni so'rayman. Profilimga kirib petitsiya yig'amiz, ovoz berishinglar mumkin. Har bitta ovozinglar men uchun juda ham важный. Gipertonik xuruj bo'lgan. Tushunmadim. Qon bosimi ko'tarilib ketibdi. O'sha uchun hushdan ketib qoldilar. Kerakli muolajalarni qildik. 1 soatda o'zlariga kelib qoladilar. Yangi qilich sovg'asi bor.
Pashon nahul. Men vrachman, ko'rmasam bo'lmaydi. To'xtang. Sekin. Bile. Qon ko'p ketyapti. Shovaling ikkita qo'lingiz bilan katta ura bosing. Otam o'ldirganga o'xshamaysan. Gapirish mumkin emas sizga. Men o'ldirmaganman hech kim. Podstava qilishgan. Skoriy chaqirish kerak. O'zimiz bilamizmi? Skoriy chaqirish kerak. Xonangga bor. Menga po'xu kim kelib qo'ygan bo'lsa ham. Nima eplamading? Men sen gapiryapman. Orqadan urib qoldi. Пошли нахрен. Что за херня? O'rtoq начальник bizni kirsak bu cho'milayotgan ekan. Biza hozir tushuntirib turgandik shuni. Bu dushovoy emas. Bu yerda cho'milmaydi. Bu tualet desa, yo'q deydi, men cho'milishim kerak deydi. Yoshda endi o'rtoq начальник bilmas ekan. Kirsak boshidan suv quyayotgan ekan. Nima qilaylik? Antopoyga o'xshayman? Начальник bilasan 97 bilan tushgan. 138 ham bor. Men bu ishlarni o'zimdan o'zim qilayotganim yo'q. Qilich etdi. Takishda qo'y aralashma. Chiq ham hovliga. Bucha. Bo'lmam ishim bo'lmasin. keyin apellyatsiyaga beramiz.
o'ldirmoqchi bo'lsang, arteriyani kes. Vrachsan, shuni ham bilmaysan. O'zi biluvdim shunaqa qilishing. O'zingdan жертва yasamoqchimisan? Men qilmaganman u ish. Конечно, qilmagansan. Chunki sen chichqonsan. Tush pastga. Ana, gapirib berishi. Telefon keldi, chaqirishdi. Borsam, kapelsa qo'ydim anu qizga. Keyin o'rtoqlarimiz bilan o'tirishga ketdik, ichdik, o'tdi. Ertalab mentla olib ketdi meni. Sud bo'ldi. Hamma o'likalar menga qarshi chiqdi xullas. Tanish voqea. Men aldamayapman. Ichimdan to'qimayapman. Men senga ishonaman. Endi nima qilmoqchisan? Bilmadim. Mani sendan qarzim bor. Shuni uzishim kerak. Senda ikkita yo'l. Yo, bu yoqdan erkak bo'lib chiqib ketasan. Yoki mana shu hayotda davom etib itdek bo'lib ketasan. Evaziga nima so'raysiz? Bu yerda hech narsa. Xo'p, qanaqa qilibdir chiqib ketish iloji bormi bunda? Men qayerga borib kelganimni bilasanmi? O'shanda chiqish uchun mana o'sha siz borgan. To'g'ri o'ylayapsan. To'g'ri. Keyin mana bu xatadagilarni ham sendan ancha-muncha qarzi bor. Nima qilishim kerak? Avvalambor bu yoqdan ko'chib ketishing kerak. Ichkariga. Bu belgi. Oldinga bitta bola bor edi. Kontrolga olib qo'ydim. Aniqmi? Bir ikkita o'rgillarga tegib ketmasa bo'ldi. Nega menga ishonasiz? Sendagi voqea bir marta bo'lgan. O'ylayotgan narsamiz o'xshasa,
Men bilan kelishganimizda bog'lanasan. Ha. Sur. Kechqurun birovga yurib mana pastda. Sen Mahmud bilan yurib duh yig'yapsanmi sen? Ha? Просто botga o'rgandim. Sendan qo'rqish kerak emasligini, sen o'zingni petukligingni. Nima deding? Suka! Bahrom o'zini hammadan aqlliman deb hisoblayapti. Ko'ramiz qatgacha qocharkan. Bugun 3-seriya ITV'da oz qoldi.